Avval mana imloni suqdik. Rest tozadan ayar qilsa bo'lsak, o'zini IP bo'ladi. 192.168.1.1. Mana Windows o'ra kelamiz, avval IP beramiz kompyuter o'ziga. Windows or. Mana bu yerga idora kelamiz, IP beramiz. Saymi? Mana buni IP beraman. Qarang 192.168.1.1. Misol IP 5 shuni berib 1.1 berishi kerak, lekin berib 5 o'zi kirmaydi. 5 qilsangiz, so'rmay berib ustun bossangiz o'zi 255 o'zi ketadi xudkor. Sonra apply qilasiz, OK qilasiz. Mana shu bilan kompyuter o'zi IP berdi. Chrome kelamiz. Chrome keldi, yaksadan navodida o'xshamat berdim, qarqasini o'zini IP bo'ladi. Imdolaniki yaku best bo'ladi. Nuqta. Avvalda yaksadan navodida nuqta yashash hammasida bor. Xo'p. Yaksadan 68 nuqta yak nuqta best beradi. Chunki bu yerda IP berdi, powerni izoh qilishingiz kerak. Endi buroq qilsam, mana shunda bir sahifa keladi. Saymi. Avval bilsam boshqa raqam keladi. Unda dara ochiladigan. Sonra buni pastdagini bosasiz, oxiriga keladi, sonra ustini bosasiz shu keladi. Ana mana bu bilsam ramzi UBNT. Men tarafga UBNT. Sonra mana buni kelamizdan country mana shu qismini shuni olamiz. Sonra buni zamoni ingliz mana tikini qo'yamiz. Sonra mana logon etamiz. Mana shu to'pga keldirib logo bo'lsangiz ham. Sonra mana bu wireless kelamiz. Sayman. Mana bu bo'lsami? Mana bu olamiz. Nuqta qo'yamiz. Ot yernama bitilgan, mana bu yerdan ko'ramiz. Anwar Wi-Fi kelgan. Anwar Wi-Fi shop. Xo'p. Anwar Wi-Fi qilamiz. Sonra mana bu yerga kelamiz. Best intihob etamiz. Undan sonra bir channel tanlashimiz kerak bizlarni. Shularni biz men kira oxiridagi channel olaman, boshqa biror kelmasin. Mana bilsam 25-28 bo'ladi, shuni olaymiz sonra. Uni marsasi bu. Darajasi. O'zining darajasi bor, qarang. Bu. Mana 200 mana birot olamizdan o'qigan kanal biror o'qiy qilamiz, mana xolos. Bag'ish wireless tamom bo'ldi. Mana buni oxirida to'ldirsangiz ham bo'ladi, avvalda to'ldirman, shuni oxirida to'ldiraman. Ondan sonra mana kelamiz. Networkga keldik. Mana buni tikka olamiz. Mana bu yerda IP beramiz, hotspotga raqam IP beramiz dedim-ku men sizga. Bu router bor, chunki bunga familiya IP bersangiz ham bo'ladi, garchi men misol sat.12 IP beraman bunga. Sonra mana bu yerni boya sat qilasiz. Qancha IP bersangiz ham yakitasiz mana. Sonra mana bu yerni h.h.h.40 birotasiz. Sayman. Mana shu qancha bo'lsa mana shu yerga yakitish kerak. Sonra mana saddo'yni 5 tetsangiz, bu yerga 5 tasini yakitasiz. Benim hal bo'ldi. Mana. Endi men tayyorlayman. Bering UBNT avvalo pasi mayda urib UBNT yakdusi pasi UBNT yakdusi. Qabul etmadi endi benim katta UBNT chani UBNT qabul qilmadi. Endi yakdusi qilamiz. Uni ham yakdusi qilamiz. Buni ham katta o'rtada shakilli UBNT. Endi mana sayman. UBNT balanti pas UBNT yakdusi pastga ham. Sayman. Bundan so'ng mana kelamiz. Mana buni tekin olamiz. Mana bu yerda tekin qo'yamiz. Mana buni Win Ashore 5 olamiz. Shu Win Ashore 5 nima narsasi? O'z darajasi, o'z misol mana shu darajada yaxshilaydi va shuncha metrajda ishlash kerak mana shu. Mana shu xolos shuncha. Mana shuni bir qilamiz. Bu ham xolos bo'ldi. Endi biz mana kelamiz. Mana bu yerga kelsak, to'rtamiz pasiya. NTP
shuni bir nuqta qo'yamiz. Animal. Mana bu sel etamiz. Bu baxshimsa xalos bo'ldi. Endi oxir baxshga kelamiz. Mana bu yerga bilsam, o'sha mushtarni otimish bitgunimcha Anvar Wi-Fi yak. Mana buni kabel olishingiz kerak. 4,5 soat, mana 4,5 bitilgan qolgan. Mana kabel. Kishvarni poytaxtini intihob etsan degan bo'ldi. Kabel intihob etishingiz kerak. Misol olmasa, hatto vasila qilibroq qiladi. Yaxshi kabel. Kabeldan so'ra mana shuncha narsa. Buni ham biror etasiz. Endi mana oxirga kelasizlar daraxtga. Qarang, shu daraxt bor-ku. Shuni ustidan bosasiz, mana shu tekka olishingiz kerak. Tekka olganingizdan so'ng mana buni keyin ketasiz. Ko'rasizki, say ayyor bo'limni bir qilib chekitasiz. Say ayyor bo'lim bo'lsa, qarang, video IPni olmabdi bu. IP adresi. Soat nuqta IP qolsa ham biror qiladi, IP bersa yaxshi bo'ladi. To'g'ri olaman. Mana bu soat nuqta yak berishim kerak. Chunki bu soat nuqta yak bo'lishi kerak deb. Mana IPni ham berdim men. IPni oldi o'zi ham. 4H'ni chilidoni o'zingdan berdingmi? Yo'q, bu shu bo'lishi kerak shu. Hammasida bor. Imtuda. Mana buni qarang, darab zaxira qilib olmoqdan ko'rib o'tishingiz kerak. Bu 3 ta tek, 5, undan so'ra buni chekit kerak, buni teki mana qarang, teki bor. Sonra mana buni ko'rish kerak. Mana to'rida kabel mana apply qilamiz. Mana shu bilan xalos bo'ldi, shu bilan hotspot tayyor bo'ldi. Unga ramz ham berib bilasiz bizlar. Yaxshi wirelessda. Endi mana shuni pastga kirib ko'rsazaman sizga. Misol men IPS soat 12 berdik. Qarab o'tiring. 192.168 soat nuqta 12 beraman. Bu yerda qarab o'tiring qanday bo'ladi. Mana apply qilaman. Okay. Dot qilaman. Kirmayman, men do'bora kelib ko'rsazaman. Soat nuqta 12 kirmaydi, saymi? Nima kirmaydi? Wi-Fi baland bermadi bizlar. Saymi? Bizning taqdirda birota kelamiz, mana beram. So'ng mana bu yerni men 9 ni 8 da qilaman. So'ng 15 qilaman, yarmdan 8 da qilaman. Mana apply. Okay. Endi mana buni bossam kirish kerak. Mana sabaga mana buni bosasiz avvalda. Daratdim shuni bosasiz. Bitta pastga tushirasiz, mana buni bosasiz. Mana bu yerga keladi. Balandlik bu ramzi UBNT, pasi UBNT yakdusi UBNT yakdusi bunday kirmiz, UBNT qolish o'zini tayyorlashingiz kerak. UBNT yakdusiga kirdi. Baxshi wirelessga kelamiz, ramzlar javob bo'lsa. Mana shu pasport, mana bu yerdan pasport bo'lib beramiz. Agar bu pasport bitta kanaticha ramz qo'yiladi. Mana shu bilan ramz bermadim. Bu shakldagi hotspot bu. Saymi? Mana shuncha gap. Tayyor ayyor.